adası. Buna da. Ya kızvanlı. Ya canlı kızvaldım pırslı ama. Canlı nemeyecek kızvalcı kadar. Ya sen buna oturmasan biz kana eşlik oturumuz adaş bir yerde. Sen içip oturuyorum ama. İçilip oturuyorum hadi geldim. Ben bu açılay. Bak 3 balkona açıldı. Lan sürmen adaş kızıl yine samanı sekiz. İçilişli gibi bas kızval saman zekse sen bu. Kızıl gibi adaş şu kızıl gibi bunda oturdu bu. Ya valla biraz kımandık ya. Oturuyoruz mu? Nakşetti adaş ya. Soynayım mı? Polat kızlan gömsü sulaymaydı da. Oynayayım mı da? Ya man gel kussak bu çöp gel. Şu üstümüzde Ya boyama da şu keyfiyatına sağ. Ya adaş digine ne mekanı tatlıdan ne mitsertine bir gün güzel tırnavanlı. Mükemmel değil mi tatmayı da? Gözden var. Ya doğan baltırı bir neresi köyü uzatmışsa. Ya sen yolunu kılayım ya. Ya adaş bu kuru karanlık içi var ne? Gide ha. İçi var ha. Keyfiyatınız yaxşımasa hoşuma Ya valla, ya bu işçi keyfim buraya badı, kalkın buraya bekliyor. Kahvem sırt çıktı valla. Ben nerede bu kapıda? Emsem ağinem siz tapşadım. Ağın uzun yazgılasız ha? Çiğdemsiz. Senin ağzına teken zaman hakkında çekemde. Tamam çekti yine. Qarğan qızlarning tamak chekishini yaxshi ko'rmaymisiz nima? Sen mi çeksen ben mi çeksek şu kelamın farkı? Siz bir ko'rib yaxshi
yaxshi ko'rish deganga ishonasiz? Albatta ishonaman. Nurg'un qizlarni bir ko'rib yaxshi ko'rib qolamiz. Agar men sizni bir ko'rib yaxshi ko'rib qoldim desam, ishonamsiz? Balki yaxshi ko'rib qolsa. Yani kelib o'zim his qilsa, ortiq gap qilish bilan qo'shaman. Siz yana ba'zi o'zingizni maqtab qo'ydi ekansiz-a? Albatta. Chunki men ona o'z-o'zimni maqsadligim bor desa. Mening qo'yish qandaq maqtangudek tarafim yo'q. Ya Rasva. Sen maqtangudek naring bor. Sen şu faqat o'g'illarni aldab, o'zingning tinini sotsan qo'sha. Sen muştlarını pəxrinib jürə atab sətiq ya. Ya ben bıçaq içine akkan ya ufkan olğan bolsam, bıçaq sözəm ötürüb bolğan bulatdım. Siz degandek, akam, yoki enim bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Ya Xanjoq, o'ylab baq. Apangdan haqiqatini miyad o'qiyotdi deb bildiq deyman. Apangdan agar sening miyad maaşlar qilayotganligini bilib qolgan bolsa, qo'shni qulum, xalq olamning oldida yuzini ko'taramay, bıçaq sözünü ötürüb olğan bo'ldi. Жылғанан ипайсы? Бишілдам шушылан кымсаң мүнте? Vay bu, jılsan jılmam sen. Kız bana jılgın, çık kelgenme. Mana bu gapdan tepagin ozga rahmat. Siz haqiqatanmi men o'ylagandek g'ururli yigitkansiz? Vay, bo'ldi. Bu gaplaring shindigan mardam emasman. Men sizni oldimidim. Sizga deganlarimning hammasi rost. Jig'imni astoydil anglab bergin ozga rahmat. Yig'lab bo'lib ichim hali bo'shab qoldi. Shu tapda kallani nurg'un qilgan. Bu qizga nemish bo'lib kirib qolgandi. To'xtab tur. Аңыз o'zi tilab so'ra. Hey, to'xtab tur. Baba o'liklarni bilmaydi o deysan. Acaba o'liklarni rost bilmamda. Navoz bu ishlarning o'liklarni bilib qolsa, sen to'smamda. Men tug'ilib, dadamni ko'rib boqmagan. Kichikimdan opam meni beqib cho'ng qildi. 4 oy burun u qaytadan to'y qildi. Bir kuni Dadam ben geldim.
Ne? Mani boptu. Siz qandaq bo'lib undaq yerlarga kirib qoldingiz? Sizdek bolalar undaq yerlar yarashamdi. Ben şu abay vallahi bilen araç keyifçiligimde sağlığa çıkıp koptum. Siz birisini haqiqiy yaxshi ko'rib boqqanmi? Meni rad qilmang. Baribir erta degandan boshlab ikkimiz bir-birimizni tunishmaymiz. Ben mi bu kızdan yaş görüp bakmam. İki yıl. Bu kızala. Yine kalbimde anlıkça bitip oldu. Dastlabda uni qanday yaxshi ko'rib qolganligini, uning uchun nurg'un do'stlarimga urush qilganimni, yana uning uchun qilgan ishlarimni unga bir-birlab so'zlab berdim. Shunday qilib, uni bilan kechish barasutman. O'zimni qanday uxlab qolganimni bilmayman. Xayrli sahar, yaxshi uxlasizmi? Hayırlıysa yaxşı mı? Sıddık hiç uxlum oldu mu? Ha, sizga bir kech qarab o'ltirdim. Uxlagan vaqtingizni jo'ylaydigansiz dehi. Oy, tık cayıldım mı? İndep cayıldım. İntizar, men sizni yaxshi ko'raman deb jo'yildingiz. Tık çakkama ha. Yanımda aldırıp birisini yaxşı görüp kalmayayım. Yine çıkçılığa vaktim koptu. Ben mangay. Oy. Rahmet. Bundan ben mangay. Keyinchi görüşemiz. Keyin ko'rishamdiq. Undaq bo'lsa telefon. Ne? Ben sizi vurup koyayım. Bundan size telefon kullanıcı var. Ben bana. Hoş. Xo'sh. Men qizdan yaxshi ko'rib qoldimmi? Bundan qizlar qandaqsimi, meni yaxshi ko'rishim aziz. To'xtab tur. Men uni yaxshi ko'rib qolsam nima bo'ladi? Agar men unga aralashib qilib, uni yomon yo'lga yondirsam, bu bir yaxshi ish bo'lmadi. Ey, Voy yaxshimi? yaxshimi? Men intizor. İntizarma? Siz nada? Siz bilan ko'rishaymikan degandim. Sizning deydigan xush xabar bor. Ha, buldu ondan sonra hazır baray. Benim işten çıktığı vaktim koptu. Siz nede? Men bahar yo'lda. Ma'qul. Endi men sizdan bir şey saqlay. Xo'sh. Yaxshimi? Yaxşı mı? Saklıtı ettim ha. Hech qisi yo'q. Her asman deydiğin falan gip bozattı. Kichik faranshaylik. Tamam. Bana deydiğin gip bozattı ya. Sizga qanday desam bo'lar? Men o ishlardan qo'l uzdim. Nima? Siz rost qo'l uzdingizmi? Rostmi? Bu haqiqatan bir yaxshi bo'pti. Men dam ish bilan siz bilan faransa degandim. Bu ishni qo'l uzganingiz rost bek yaxshi bo'pti. O'ylab qolsam, osh kuni kech degan gaplaringiz hammasi bo'lgan. Jiq o'ylanib mushqaraga keldim. Amaliyotda o ishlardan qo'l uzishim
ikimizden. 아무 말 없이 내게서 커져만 가는 게 아무래도 이대로는 안 되겠어. 어쩌다 내가 이렇게 내게 빠진 건지 이유를 나도 모르겠어. 넌 왜 내게서 맴돌아. 뭘 해도 신경 쓰이고 뭘 해도 궁금해지고. 넌 왜 내게서 맴돌아. 어떻게 나 자꾸만 생각이 나. 말해 뭐해 이러다가 바보처럼 한눈 팔게 하지 말고. 말해볼래 나의 맘에 담긴 사람. You are my only one. Merdan, men sizni chin dilimdan yaxshi ko'raman. Siz bilan tanishib, birga yurgan vaqtlar hayotimdagi eng go'zal chog'lar. Ikkimiz tanishishdan ilgari men hayotimda sizdek bir yigitning paydo bo'lib, o'sha baxtli kunlarni boshdan kechirishimni xayolimga keltirmagan. Afsus, taqdirning o'rinlashtirishi bilan ikkimizning muhabbati mush yerda oxirlashadigan bo'ldi. Bir qizni ko'rdim, zamonning ko'zi ekan. Yuragimga soldi o yalqonja ko'ydi ekan. Yulduzlar orasida cho'ponning o'zi ekan. Ay bilan quyoshmi tang bo'lolmaydi ekan. Qanday qilaman endi cho'kdim qaynimiga. Men ko'ysam kelarmi qo'ynim daldasiga. Na qilayman endi cho'kdim qaynimiga. Men ko'ysam kelarmi qo'ynim daldasiga. Yegona Dadash, Sizlar nada? Ma'qul men hozir borachi, sizlar deydigan bir gap bor-da. shakil kelyapti-da. Bo'ldi, ma'qul. Mardan kel. Gap Allah sizlar deydigan gap bor. Nima jiddiy bo'lsa? Danglar.
Aldırmaydık ne? Adaş. İntizar yo'qolib ketdi. Bu da qaysi intizar adaş şu? Bu işki жүріп ал desem bilmemsen. Vergan şey çok çıkma seni. Ya vallahi bunda çaqchaq qilmay qaranglar. Men tepishpaysanglar o'tdi intizar. Ya adaş aldırma. Elik kitli bir kilik dostun numara var bende. Şunu telefon kıp bakmaylı mı? Telefon nomeri bormi? Var. Aldı gidip kirgiz baba. Telefon qilay. İntizar yo'qolib ketdi. Siz uni nega ketganligini bilamsiz? Voy, aldırma. Sizden bugün beni izlep çıkanlığınızı ben bildim. İntizarның nərlikini ben bilmem. Unda chiqinglar birda ishmini ahbaq qildinglar. Bo'pti. Unda siz intizarning men aloqasi numerini deb beraman. Men hozirdan buni baray. Ma'qul, ben siz intizarның aloqasi numerini deb bermem. Ne? Mushuma? Ha, şu. Hey, muşundan ketemsizler. Hey, men bu yerga kelsam bo'ladimi demsam bo'ladimi? Hammamiz anashgan ekan. Daftarda javob bo'ldi. Uydagilar insonni ashtarasidan qilib yurganini bilsa, mana hargiz olmaydi. Qanday bir ota-ona o'z o'g'liga boshqa qizlarni aparish xohlaydi? Apa? Çay qaynatayotganmiz-da? Ha, Şu sana deydigan bir gap batdi. nima gap? Gap qanday boshlasam bo'la? Apa, agar men işte ko'chirib ketgan bir qizimni yaxshi ko'rib qolsam, opamni ham chiqqanlar qanday qaraysizlar? Nima? Bo'lmaydi, qat'iy bo'lmaydi. Yo'q, apa, men maslan davatman, agar maslan men ashta birisi bilan aralashib qolsam demakchi. Ya, qat'iy bo'lmaydi, maslangim bo'lmaydi, hargiz o'ri yo'q. Ha, ama bilmem mümkün olmaydiganligini. Xafa bo'lib ketma. Men shu faqat tuyuqsiz kallam kirib qolganligini san degandim. Unda sen ishon qilaver, apa. Men o'zim ko'p birdan yetib olay. Bek yerib ketdim. Ma'qul. Do'sti, sigara ketdim. Sizga deydigan gap bordi. Nima gap? Alan, uyoqqa chiqasan deydigan gap bordi. Ma'qul, hozir chiqay. O'tira, o'g'lim. Nima gap batdi? Mardan, apayta opangdan ba'zan bir gaplarni anglab qoldim-ku. Dada, nima gapdi? Qanday gaplar deysan? Nima opang qaraysa, qanday gap so'zlaring bo'lsa bizga uchiq-da. Biz seni dadang, opang bo'lgandikan, biz sen yo'l ko'rsatamiz. Shu dada, opa. Yo'q, balam, yo'q. Men bu ishdan hargiz qo'shilmayman. Sen bu ishlarni kallangdan cho'qim chiqarib o'tishing kerak. Men hargiz apamayman qizni senga. Bu apa sen unda degan bilan men cho'pchon bol bo'lib qoldim. Hamda o'zimdan shu o'zimni yig'ib bulamam dem. Nima opangga qaraysa? Va men nasib qildim, o'zimdan shu qilib bo'lmamdan deb o'yladim. Bu o'zimdan bir umrlik chiqib bu. Ha, acha. Yo'qol, ko'rdimdi. Ve intizarma? Ha, men. Sizlar nerede? Ha bo'ldi, bu gaplarni deyishmayli. Avval biz ko'rishaylik. Ha, doim ko'rishaylik. Ma'qul, hozirla boray. Xo'sh. Gap qilinglar intizar. Nima bo'lgani tuyuqsiz men telefonimda yo'qolib ketsangiz. Gap qilinglar yo'qman sizga.
Men şu işkelenning ishinde öykülerle uruşup öyküler demigen gipim kalmadı ya. Endi oğalmışda yo'qolib kelsin qanday oldu? Nima degan bilan bir telefonum ap qo'yib, men bunda xiyada bunda ish qilyapman deb qo'ysangiz bo'lmamda menga. Merdan. Emniyet men ota-onamizdan ikkimizdan ishib qo'shilmaydiganligini allburun faraz qilib bo'lgan. Qandaq bir ota-ona mendek bir qizning o'zi kelin bo'lishini xohlasin. Unda qos demapti. Men öykülerdi o gap. Vay dada. Ha. Ama tishida. Nima? Qadi o'tirganda? Ha, ma'qul men hozir boray. Xo'sh. Kechirim Merdan, bu ishlarning hammasiga men sababchi qoldim. Ya, unda demak bu ishlar siz bilan munosabatsiz. Apa, qanday qolib qolding? Can't say how the days will unfold. Can't change what the future may hold. But I want you in it every hour, every minute. This world can race by far too fast. Hard to see while it's all flying past. But it's clear now when you're standing here now. I am meant to be wherever you are next to me. All I wanna do is come running home to you. Come running home to you. And all my life I promise to keep. Müslüman mı sen? Hiç kız yok. Oldu siz ablamın aklını koyamaz. Biraz koşmayın. Tekşürüp çıkan. Durun, doktordan kırk bakın. Oldu hiç kız yok siz ne alayım. Siz qanday qilsangiz? Durun. Unda qolsa, men opamga pritsipsiz telefon qilay. Ma'qul bo'lgan meni bering. Güzel. Ben sizni to'g'ri parayz dedim. Meni o'zingizga bunchalar insof qilib ketmam bilanmi? Merdan, yaxshi turyotamsiz. Bilmem, siz cho'qimman bek o'sh bo'lib ketdingiz. Biroq
Mənim amalsız sizdən ayrılışqa məcbur oldum. Çünki mən hazır bir AIDS bemari. Mən xatircəm olum. Mən hazır AIDS kasalının aldını eliş konusunda fidayi bo'lib ishlayman. Sizdan bu videoni ko'rgandan keyin azoblanmasligingizni umid qilaman. İkimizden birlikte yürüyen vaxtımızın məngi olsun.